Biz O'zbekistonning eng yuqorisida joylashgan eng katta qurt bozoridamiz. Shahrisabz Perevaldagi qurt bozoridamiz. O'zbekistonning eng yuqorisida joylashgan eng katta qurt bozoridamiz. Shahrisabz Perevaldagi qurt bozoridamiz. Qaranglar. Mana bu yoqda ketgan qurt. Mana bu yoq qurt bozor. Nariga bet qurt bozor. Hamma yoq qurt bozor. Xullas, kelinglar yaqinroqdan tanishamiz. Men o'zim mana hozir bu qurtdan oldim. Eng zo'ri mana shu ekan, menga mazasi yo'qdi. 120 ming ekan skidka qilib berishdi. Hop. Baraka. Voy, dumaloq qurtingiz qani edi, bu ham zo'r ekan. Ana. Boshqa qurtlardan berib deb ko'ringlar mazasini. Mana bu bizlar. Baba. Xullas, Mana bu hammasi yaxshi. Qurtda bilasizlar. Ha. Mana Muhammad Toshqurt ko'ryapsizlar. Mana urib ko'ryapman. Mana. Eshitasizlar? Mana shu Toshqurtda 20 ming berdi. bu tishimni sindiradi-yu. Nima yaxshi. Mana shu Toshqurtda xullas suv solib ezg'ilab mashinani qurt olib qilishar ekan. Menimcha sizlar tojiksizlar, millatlar. O'zbekmisizlar? O'zbek. Ha, tojikcha gaplashdinglar shakar. Men tojikcha bilaman-da. Bizlar tojikman. Buxoroliklar. Ha, o'zi tojik o'zbek degan narsa qolmadi, hamma bitta bo'lib ketdi, bilasizmi? Ko'rinishimiz ham bir xil, madaniyatimiz ham bir xil. Mana shu dodam ochgan ekanlar. Nechinchi yil ochganman dedingiz? 70-yil shu bozorda birinchi bo'lib shu dodam ochgan ekanlar. Pioner ekanlar, birinchi ochib bergan ekanlar. Kelsanglar dodam oldilariga qurtlarni qilib beradilar. Qaranglar, bir menimcha 500 xil bo'lsa kerak. Bu yerda qurt. Ha, aytgancha, bu farzandlari ekan. Hammaligiz shu tirikchilik qilishardi. Alloh barakasini bersin ishlaringizga. Mana masjidda hozir ko'rib turganimni o'zi bir 70 xil qurt ko'ryapman. Kamida. Buni qayerdan olasizlar? Qurtlarni. O'zingiz yasak. Hammasini o'zingiz yasaysiz. Mana yuqoridagilar. Bunun qurt ko'payib ketdi. Mayli. Buni ta'min ko'ring men boshqa. Qo'lga yasalgan, Buni solmaysizlar bunga. mana qo'lga yasalgan boshqacha. Bunda qurutlar arzon bo'ladi. 40 ming 50 Yo'q, zo'r. Mana просто taolaman. Chorsida qurt sotadi bizda Toshkentda-da. Bu yoqning qurtlarning mazasi ancha yaxshi ekan. Lekin ozgina qimmat ekan bizda. Chunki tabiiy-da. Xullas kelsanglar mana shu akam oldilar ekan. Ismingiz nima? Orif aka. Orif akam oldilar kelsanglar. Mana shu yaxshi qurtlardan qilib beradilar. Lekin rosa katta ekan. Mana qarang, necha xil qurt bu yoqda? yuzlar bor pastda. Har xil giyohlar ham bor ekan. Afsus, men qidirgan giyoh yo'q ekan. Shuning uchun ketdim. Buni o'chir, orni top beradilar. Buni o'chirsin, top beradilar. Ha, top beradilarmi? Bo'ldi ketdi. Qo'llarga kirib yo'q. Mana aka, o'zinglar qiling, Alloh barakasini bersin. Narxlarni aytish esimdan chiqib qopti. Mana bu tosh qurtlaringiz necha pul kilosi? Ular 120 sotamiz va kilo olsa, masalan 100 ham beramiz. 100 gram, 50 gramlari 100 gram. Ha, xullas 100 mingga kilosini berar ekanlar. Mana peshmoqlarni 80-90 dan pul beramiz. Yaqinroqdan ko'rsatgan mana. Men bilani 90 mingdan berar ekan. Atak 80 mingdan ham. Mana bu tosh, bu nima rangi bunaqa? Bu yo'q. Ha, bu yog'li tosh qurt ekan. Bu necha pul? Ular 100 mingmi? Yog'li kichkina qurtlaringiz bormi kilolik? kilolar bor. Qani? O'zi sariq bo'lib turadi. Yog'liqlari mana sariq. Ha, o'qoqlari yog'li. Mana shu qurt ichida bu rayhonli-da, rayhonli qurt ekan, yumshoq qurt ekan. Kilosi? Kilosi 100 ming, 90 ming. Xullas, kilosi 100 ming ekan, 90 mingga beraman deyaptilar. Kelib Orif aka, desanglar 80 mingga ham beraveradilar.
Yaxshi gapirsanglar bo'ldi. Bu yoqning xalqichi yaxshi gapga muhtoj. Muomala qilsanglar bo'ldi. Bonusiga yana 1 kilo qo'shib yuboradi. Sizlar bilan bozorchi Elyor bo'ldi, keyin Orif akam bo'ldi-da. Shunaqa. Qara. Farhod kichkina ham shu yerdalar. Xullas biz Shahrisabz Perevaldamiz. Katta tosh tandir go'shtiga keldik. Bu Perevaldagi, umuman Qashqadaryodagi eng mashhur tandir go'shtlardan ekan. 2018-yil ochilgan. 2018-yil oddiy bitta vagonchada ochilganini hozir joyini ko'rsanglar hayron qolasizlar. Bilmayman, bir 5000 ta odam sig'dira oladigan joyi bor shekilli. Mana tandir go'shtini mazasini ko'ramiz. Lekin rostdan zo'r ekan. Bir kunda tasavvur qilyapsizlarmi? 100 ta qo'y so'yishar ekan. 100 ta qo'y, o'ylayapsizlarmi? Gap yo'q. Mana bunaqa archalari bilan, go'shtlari bilan mazasini ko'ramiz. Mazasi yumshoq, zo'r. Yo'q. Bularni esa unaqa yog'li emas. Menga yoqdi. Xullas yo'linglar mana shu Shahrisabz Perevalda bo'lsa, albatta kirib ketinglar. Yo'lda 20 taga yaqin mana shunaqa tandir go'sht qiladigan joylar bor, lekin bu yoqqa yig'ilgan odamning 4dan biri ham yo'q boshqa joylarda. Demak, mazasi yaxshi. Chunki Qashqadaryoliklarni go'sht mazasi bilan aldashsa hal qiyinroq. Shunaqa. Kelinglar, mazasini ko'ringlar. Kilosi 230 ming so'mdan ekan. Shaharda 250 ming. Qarshida. Qarshida 250 ming so'm ekan. Qarshida bo'lsa 7 qo'ymaylar. 30 ming so'm bu arzon ekan. Aytgancha qaranglar. Buni 15-18 kilolik qo'zilardan qilishar ekan. Ya'ni kecha mashi ham qattadir mama deb yurganda Farhod aka aytganingizdagi. Gap yo'q. Kelinglar.